Joriy yilning 1-dekabridan 30-dekabriga qadar yurtimiz bo'ylab yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilishi belgilandi. Mazkur oylik doirasida yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish va aholida xavfsizlik madaniyatini oshirishga qaratilgan profilaktika ishlari kuchaytiriladi. Mahallabay va xonadonboy targ'ibot ishlari tizimli ravishda davom ettiriladi. Kutilayotgan bayram tadbirlariga tayyorgarlik va o'tkazish davrida aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishda hamkor sohalar va boshqa daxldor organlar bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Ijtimoiy soha, ishlab chiqarish obyektlari, ayniqsa tungi insonlar ommaviy bo'ladigan obyektlarda kundalik va tungi profilaktika ishlari kuchaytiriladi. Yirik savdo, savdo ko'ngilochar va aholi ko'p to'planadigan boshqa maskanlarda profilaktik ogohlantiruv tadbirlari tashkil etiladi. Hurmatli fuqarolar, shu o'rinda siz azizlardan yong'in xavfsizligi oyligi davomida o'z ish joyingiz va xonadoningizda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish orqali faol ishtirok etishingizni, Favqulodda vaziyatlar vazirligining rasmiy saytlarida berib borilayotgan yo'riqnoma eslatmalarga qat'iy rioya etishingizni so'rab qolamiz. Zero xavfsizlik madaniyatini oshirishga barchamiz birdek mas'ulmiz.